Hi there dear students. Demek sizlar bilan birgalikda 6 ya'ni listening and speaking qismini ikkinchi qismini demek davom ettiramiz sizlar bilan birgalikda. Demek avvalgi darslarimizda sizlar bilan birgalikda aynan explaining problems and how to solve it, aynan muammoni tushuntirib berishni va uni muammoni qanaqa yechim berishni o'rgangan bo'lsak, endi esa sizlar bilan birgalikda listening jarayonida shu muammoni aytayotgan paytda yaxshi tushunishingizga yordam beradigan demek instructionlarni, ya'ni ko'rsatmalarni ko'rib chiqamiz va shu bilan birgalikda bitta practice ham qilamiz, okay? So, demek 6.18 ga qaraymiz, barchamizga ko'rinib turibdi. Bizda aynan 6.18 demek exercise'imizda bizga demek instructionlar berib o'tilgan. Xo'p, bu instructiondan asosiy maqsad nima? Qaranglar. Listening qilayotganimizda, inglizda gapirayotgan paytda siz eshityapsiz, tinglayapsiz. Ana shu tinglash jarayonida sizda asosiy, ya'ni muammo bu, ya'ni gapda ot yoki bo'lmasa fe'l kelayotganligini aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Shundaga, demak, qaytaraman, gapda ot va fe'l. O'zi bizga nima kerak bor? Xo'p, gapda ot va fe'l. Chunki siz ya'ni nima muammoligini ko'rsatib berayotganda ot ishlatadi, yechim berayotganda albatta fe'l ishlatadi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, siz aytdingiz, My room is very hot. Demak, xonam juda ham issiq dedingiz. Nima issiq? My room. Ko'rdingizmi? Ot ishlatdingiz. Endi men nima deyman? Albatta men yechim berishim kerak. Tasavvur qilamiz, men mehmonxonada ishlayman. Albatta men aytaman, okay, nima deyman? Use the air condition. Use air conditioning. Demak, konditsionerdan foydalaning. Demak, qaranglar, ham fe'l ham ishlatdim birinchi. Ko'rdingizmi? Keyin undan keyin ot ishlatdim. Use fe'li bu yerda albatta ishlatmoq. Shundaga mana shu narsani biz o'rganamiz sizlar bilan birgalikda. Okay. Demak, when people give information to help you, deyapti, albatta sizga odamlar ma'lumot berayotganda, xohlagan qanaqangidir ma'lumot bo'lsin, listen for the keywords. Asosan kalit so'zini eshiting. Demak, har bitta gapda kalit so'z bo'ladi. Demak, konditsioner xonada. Demak, kalit so'zim konditsioner. Qayerda? Xonada. Ko'rdingizmi? Qolgan informatsiya menga kerak emas. Ingliz tilida xuddi shu so'zni aytadigan bo'lsak, air conditioning is in the room. This ham kerak emas, is ham kerak emas. Asosiy informatsiya bu yerda air conditioning room bo'ldi. Ko'rdingizmi? Demak, mana bu is'ga qarab o'tirmaysiz. Siz eshitayotgan paytingizda, konditsioner xona, bo'ldi. Demak, xonada ekan. Ko'rdingizmi? Qolgan gapni qismini tushunmasangiz ham, lekin asosiy kalit so'zlarni tushunmasangiz, siz bemalol tushuna olasiz ingliz tilida, ya'ni u gapirayotgan insonni nima demoqchi bo'lganligini. Endi this can be nouns deyapti. Albatta, kalit so'zlar bu ot bo'lishi mumkin. Hozir gapimizda ot. Names, places, ya'ni bular joylar, nomlar bo'lishi mumkin. Adjectives, albatta sifatlar ham bo'lishi mumkin. Misol uchun aytadigan bo'lsak, my room is very hot. Demak, xonam juda ham issiq deyapman. Demak, problem hot. Ko'rdingizmi? Muammo shundaki hot, ya'ni bu yerda issiq deyapman. Demak, bu yerda sifat ishlatdim. Verbs, ot bo'lishi mumkin. Misol uchun, I'll send someone to look. I'll send someone to help you. Demak, men sizga yordam bergani jo'nataman bitta odam. Demak, jo'nataman. Ko'rdingizmi? Yordam bergani. Bu yerda fe'l ishtirok etyapti. Yoki raqamlar bo'lishi mumkin. Misol uchun, boshida tinglab o'tgan bo'lsak, avvalgi unitlarimizda I don't know the codes for the door. Demak, eshikka kod raqamini bilmayman dedik. Ana shu holatda nima dedik? Demak, kod raqamini aytdi. Ko'rdingizmi? Number bilan 8568. Xuddi shu holatda, demak, raqam kodini aytdi. Demak, siz bu yerda asosan raqamga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Va shu tartibda ketaveradi. Demak, ravish bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa boshqa holatlari. Okay. Demak, bizga as an example berilgan, ya'ni misollar berib o'tilgan. Demak, misollarni ko'rib chiqamiz. Asosan bold sentence, ya'ni bold sentence bu qoradagi mana bu so'zlarimiz air conditioning, switch, door. Demak, tayyormiz. Demak, boshladik. Xo'p. Demak, bundagi gaplarga qaraydigan bo'lsak, ya'ni kalit so'zlarni qanaqa ishlashligini, ya'ni kalit so'zlarni qanaqa topish kerakligini sizlarga o'rgatilyapti. There is air conditioning. Demak, konditsioner bor. The switch is near the door. Ko'rdinglar? Mana bu yerda faqat qoraga olib qo'yilgan so'zlarga e'tibor beryapti. Air conditioning, switch, next door. Ko'rdinglar? Door. Demak, asosiy kalit so'zlar bu yerda ot bo'lib beryapti. Birinchi gapimizda. Ko'rdinglar? Keyingi gapga qaraymiz. Keyingi gapimizda esa bizda nima bo'lyapti? Fe'l. Juda ham to'g'ri topdingiz. Send, help. I'll send someone to help. Demak, men sizga yordam bergani bitta odam jo'nataman. Demak, jo'natmoq, yordam bermoq. Demak, bu yerda fe'l. Asosan fe'lga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi, museum, Bridge Street. Muzey, Bridge ko'chasi. Nima bo'lishi mumkin? Albatta, juda ham to'g'ri topdingiz. Muzey aynan ana shu Bridge ko'chasida joylashgan bo'lishi mumkin. Demak, bu yerda adres berilyapti. Mana bu yerdagi men isga ham, onga ham, zga ham qaraganim yo'q. Uchta informatsiyaga qaramadim, ko'rdinglar? Demak, asosiy kalit so'zlarga eshitayotgan paytingizda e'tibor beratishingiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerda o'z-o'zidan xo'p, joy ishtirok etyapti, ko'rdinglarmi? Museum, Bridge Street.
Demak, tepasida fe'l ishtirok etdi, undan tepasida ot ishtirok etgandi. Yaxshi. Keyingisida esa code, save va raqam. Demak, qarang, code, save, ya'ni saqlaydigan narsamiz bu narsa va raqam. Ha, demak, nimani kodi bo'lishi mumkin? Save kodi. Ko'rdinglar? Bu yerda narsa ham ketdi va raqam ham ketdi. Ko'rdinglar? Okay. So, endi esa sizlar bilan birgalikda, hurmatli o'quvchilar, mana bilib oldik, qanday qilib kala so'zlarni aniqlashni va demak, eshitayotgan paytimizda asosiy informationimiz, ya'ni bu kala so'zlarga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Demak, sizlar ham hozir, demak, chap tarafimizda problem etadi, muammo etadi va sizga yechim etadi. Ba'zi bir ko'p yechimlarni sizlar uje bilib oldinglar. Oldingi yunutimizda. Demak, o'shani yozishimiz kerak bo'ladi mana bu 10 tarafiga. Okay. Let's start. Audio 6.19. 1. The phone in my room is broken. Demak, telefon xonamdagi ishlamayapti, ya'ni buzuq. Oh, I'm sorry. I'll send someone to look. I'll send someone to look. Demak, bu yerda nima bo'ldi? Send, look. Juda ham yaxshi. Demak, fe'l bo'ldi. Ko'rdinglar? Yozib qo'yamiz. Demak, I'll send someone to look. Ko'rdinglar? Demak, bu yerdagi to, mana bu yerdagi ikkita bo'lib qolgan. Albatta bu ham bo'lib qoladi. Shuning uchun siz albatta to o'zini qo'ysangiz bo'ladi. Demak, I'll send someone to look. Demak, bu yerda men sizga kimnidir jo'nataman qarab berish uchun. Yaxshi. 2. The bathroom is very dirty. Demak, yuvinish xonasi juda ham kir. I'm so sorry. You can have another room. I'm so sorry, you can have another room. Siz boshqa xonadan foydalanishingiz mumkin. You can have another room. Demak, bu yerda yozilgan you can have another room. Yoki bo'lmasam you can go to another room desa ham bo'ladi, bu ham to'g'ri. Ya'ni boshqa xonaga chiqib olsangiz bo'ladi, ya'ni boshqa xonadan foydalansangiz bo'ladi. 3. I don't know the address of this museum. Yaxshi, bu muzeyni adresini bilmayman. It's 23 Water Street. Ko'rdinglar, raqam ketdi va joy ketdi. Yaxshi. Demak, it is 23 Water Street, ya'ni 23, ya'ni suv ko'chasi deb nomlangan ekan. Demak, xuddi shuni yozib qo'yamiz. 4. My room is very cold. Oh, there's a heater. The switch is near the door. Demak, xonam juda ham sovuldi. There is a heater. Heater bu yerda isitgich. Ko'rdinglar? Heat so'zidan olingan. Ya'ni there is a heater near the deb gapirildimi? Yaxshi. Near the door. Demak, nima? Ha, the switch is near the door. Ya'ni bu yerda isitgich eshikning oldida emas, aynan выключатель, ya'ni o'chirib yoqadigan, demak, qurilmamiz, moslamamiz eshikning oldida deb aytildi. Demak, ko'rishimiz mumkin, bu yerdagi asosiy kala so'zlarni ko'rdinglar. Siz eshit jarayonida bemalol topa oldingiz va jadvalga yozib qo'ya oldingiz. Endi esa kelinglar, demak, conversationni sizlar bilan birga davom ettiramiz. Demak, man A-man, sizlar B-sizlar. Tayyormiz? Ya'ni mana bu yerdagi exercise sizlar bilan birgalikda work in pairs qilamiz, ya'ni birgalikda ishlaymiz, okay? Ya'ni men A man, siz esa B siz, okay? Men sizlarga muammo aytaman, sizlar menga yechim berib ko'rasizlar. Okay guys? The phone in my room is broken. Demak, xonamdagi telefon ishlamayapti. Oh, I'm sorry. Yaxshi. I'll send someone to look. Juda ham yaxshi. Boshqacha aytib ko'rsangchi balkim. I'll send someone to help. O, juda ham yaxshi. Yaxshi. Yaxshi guys. Endi keyingi gapga biz boshqa sentlarni qilib ko'ramiz. The bathroom is very dirty. I'm so sorry. Yaxshi. You can have another room. Yaxshi. Yoki bo'lmasa yana nima desak bo'ladi? You can go another room. Juda ham yaxshi. Okay guys. Demak, uchinchi gapimiz I don't know the address of the museum. O, yaxshi. Demak, bu yerda siz ham raqamni aytdingizmi yo? Addressni aytdingiz. It is, qaysi ko'chada? On, yaxshi, Navoiy Street. Alisher Navoiy Street. Yaxshi, Alisher Navoiy ko'chasida ekan. Yaxshi. Va oxirgi problemni aytaman. My room is very cold. Demak, xonam juda ham sovuq. There is a heater. Yaxshi. Xo'p, davom ettiramiz. Demak, yaxshi, isitgich xonada bor. Xo'p, endi qanaqa o'chirib yoqaman? The switch is near the door. Juda ham yaxshi. Ko'rdinglar?
Demak, hurmatli o'quvchilar, mana sizlar bilan birgalikda qanday qilib ingliz tilidagi listening jarayonida noun, adjective, verblarimiz, keyword, ya'ni kalit so'z bo'lishligini, demak, bemalol topa olishligimizni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqdik. Endi esa sizda listening jarayonida qandaydir muammo bo'lsa, albatta asosiy e'tiboringiz to'liq gapga emas, nimalarga e'tibor beramiz? Juda ham to'g'ri. Demak, verb, noun and adjective va shu qatori shu tartibda ketadi. Asosiy kalit so'zlarga e'tibor qaratishingiz kerak bo'ladi.